Assalomu alaykum hammaga. Keyingi darsimiz qorin parda. Demak, bundan oldingi darslarimizda qorin pardani, demak, tuzilishi haqida, organlarning o'ralish haqida, qorin pardaning devorlari haqida, qavatlari haqida gaplashib o'tgandik. Xudo xolasa, bugun biz cavitis peritonealis va haqiqiy qorin bo'shlig'i yoki qorin parda bo'shlig'i ajratib olish haqida batafsil gaplashamiz. Bundan tashqari qorin parda hosilalari bor, ularni ham aytib o'tamiz. Demak, boshladik. Demak, birinchi aytib o'tadiganimiz cavitas peritonealis. Demak, rasm sifatida qaraymiz. Bu yerda ajratib ko'rsatilgan yashil birliklarni bizlar aytib o'tishimiz mumkin. Demak, bu haqiqiy cavitas peritonealis, ya'ni qorin parda bo'shlig'i. Qachonki qorin bo'shlig'i deb ataladi, qachonki o'sha facies abdominalis bor, ya'ni o'sha muskullarni ichki tomondan qoplaydigan parda, qorinning ichki tomonidan muskullarni qoplaydigan parda hamda peritoneumning parital varog'i orasida bo'lsa, bu haqiqiy qorin bo'shlig'i deb sifatida qaraladi. Qorin parda bo'shlig'i esa bu boshqacha, ya'ni o'sha parital va vitseral varaqlar orasidagi yoki vitseral varaqlar o'zining orasidagi bo'shliqqa bizlar cavitis peritonealis deb ataymiz. Cavitis peritonealis demak siroz suyuqlik bilan to'lgan bo'ladi. Siroz suyuqlikning vazifasi organdan hosil bo'lgan demak chiqindi mahsulotlarni o'zida olib qolish va bundan tashqari oziqlantiruvchi funksiyasi ham bor. Demak, siroz suyuqlik asosan shunaqa funksiyalar bajaradi va bundan tashqari organlarning bir-biridan ishqalanishini oldini oladi. Bu himoya vazifasi sifatida qaralishi ham mumkin ekan. Bu cavitis peritonealis yoki peritoneumning o'ziga xos xususiyatlaridan biri edi. Endi keyin aytadiganimiz bu qorin parda hosilalari. Qorin parda hosilalari demak bularga 4 ta hosilalarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Bular demak, aumenta peritonei, ya'ni charvi yoki o'sha qorinning demak yog', ya'ni neytral yog'lardan tashkil topgan bir to'qima sifatida qarash mumkin yoki qorin parda hosilasi, aumenta peritonei. Plexia peritonei yoki qorin parda boylamlari, qorin parda burmalari, boylam emas, kechirasiz, demak qorin parda burmalari sifatida qaraladi. Bu asosan qorinning old devorida joylashgan 5 ta vertikal, 2 ta gorizontal boylamlar sifatida qaraladi. Jami 7 ta. Bundan tashqari qorin parda tutqichi bor, mezenteri peritonei ham deyiladi lotinchasiga. Demak, bu organlarni ushlab turishi, intraperitoneal o'ralgan organlarning fiksatsiyasida ahamiyatga ega ekan. Bundan tashqari ligamentum, ya'ni qorin pardadan hosil bo'lgan boylamlar. Bu asosiy vazifasi, buni ham fiksatsiyada qatnashadi. Bundan tashqari boshqa vazifalarni ham hozir aytib o'tamiz. Demak, boshladik. Aumenta peritonei, ya'ni qorin parda charvisi hisoblanadi. Xo'p, rasm sifatida qaraymiz. Demak, o'zi bitta uzoqlab ketay. Aumenta peritonei ikki xil bo'ladi. Aumentum majus, aumentum minus, ya'ni katta qorin charvisi, kichik charvi, katta va kichik charvilarga bo'linadi. Aumentum minus. Aumentum minusni quyidagi ligamentalar hosil qiladi. Ligamentalar deb aytib o'taman buni hozir. Demak, qaysilar hosil qilishini aytay. Bular demak ligamentum hepatogastricum, ligamentum hepatogastricum, ligamentum hepatoduodenalis, mana shular demak aumentum minusni hosil qiluvchi boylamlar hisoblanadi. Bu demak ligamentalar orasida harakat qiladi qon tomir, nervlar, bundan tashqari demak o'sha o't qopiga keladigan o'sha o't yo'llari, jigardan chiqadigan o't yo'llarini olishimiz mumkin ekan. Bu kichik charvi, rasmda ham bemalol ko'ra olishimiz mumkin. Kichik charvi asosan o'sha demak jigardan oshqozonga tortilgan hisoblanadi. Ligamentum hepatogastricumni ko'radigan bo'lsak, jigarni o'sha ligamentum teres hepatis birikadigan joydan tortilgan bo'ladi. Demak, oshqozonning kurvatura minor sohasigacha tortilgan bo'ladi. Bundan tashqari hepatoduodenalis ko'radigan bo'lsak, mana shu sohada duodenumga tortilgan soha hisoblanadi. Buning vazifasi asosan demak buning orasida nervlar joylashgan, o't yo'li joylashgan bo'ladi va vena porta ham mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Aynan mana shu ligament orasida. Bu ikki qavatli boylam sifatida qaraladi bundan tashqari. Hepatogastricum ham xuddi shunaqa. Xo'p, demak aumentum minus shu, ya'ni kichik charvi mana shu yerda joylashgan bo'ladi. Endi aumentum majus qayerda? Aumentum majusning vazifasi nima? Xo'p, aumentum majusni ko'ramiz. Alohida yashil sifatida ajratib ko'rsatilgani bu aumentum majus hisoblanadi. Aumentum majusga ta'rif beradigan bo'lsak, demak aumentum majus kurvatura major, ya'ni oshqozonning katta egriligidan
pastga tomon tortiladi to kichik chanoq bo'shlig'igacha. Buni quyidagi boylamlar hosil qiladi. Bular ligamentum, demak, oshqozondan tortilgan ligamentum gastrocolicum, ya'ni oshqozondan yo'g'onichakka tortilgan ligamentum gastrolignalis, demak, oshqozondan lin taloqqa tortilgan boylamlar hosil qilar ekan. Demak, bu boylam yoki omentum majus pastga qadar tushadi, to kichik chanoq bo'shlig'igacha tushib keladi, chanoq bo'shlig'igacha tushadi va orqaga qaytadi. Buni demak tasavvur qilish uchun rasmda o'zi turadi, men qo'l harakatlari bilan tushuntirishga harakat qilaman. Xo'p, demak, yuqoridan kelyapti omentum majus, kuratura major sohasi bo'ylab, rasmda ham ko'rishingiz mumkin, kuratura major sohasi bo'ylab pastgacha tomon davom etyapti. Pastga tomon davom etib, demak, kichik chanoq bo'shlig'iga keldi, bo'shlig'iga, demak, lateral kesmani ko'radigan bo'lsak, keldi va kichik chanoq bo'shlig'ida yana orqaga qaytdi. Tushayotgan vaqtida mezokolon transversum bor yoki kolon transversum bor. Kolon transversumning bilamiz, yo'g'onichakning teniyalari bordi. O'sha bo'ylamasimon yoki bo'ylamasimon muskullar teniyalarni hosil qilgandi. O'sha tenia omentalis qismiga borib birikadi. Tushayotgan vaqtida ham, demak, ligamentum gastrocolicum tushayotgan vaqtida bir marta ikki qavat bo'lib tushyapti. Ikki qavat bo'lib tushib, bir marta, demak, tenia omentalisga birikadi, tushib, orqaga qaytadi, orqaga qaytib, yana o'sha tenia omentalis qismiga bo'ladi, birikadi va umumiy hisobda 4 marta, ya'ni 4 ta qavat ham birgalikda tenia omentalisga birikadi. Tushadi, ikki qavat bo'lib tushadi, yuqoriga ko'tariladi va yana tenia omentalisga birikadi. Jami 4 tasi birikib, mana shu yerda hosil qiladi. Va bundan tashqari, o'sha demak, omentum majusning orqa varog'i, ya'ni ichki varog'i tenia omentalis yana mezokolon transversum bo'ylab qorin pardaning orqa tomoniga borib birikadi. Mana shu shaklda omentum majus hosil qilar ekan. Bundan tashqari, ikkita varoqning orasida bursa omentalis hosil bo'ladi. Bursa omentalis bolalarda ayniqsa bu bursa omentalis yaxshi rivojlangan, kattalarda yo'qolib ketadi. O'sha bolachalarning, demak, ko'ramiz, qorinchalari chiqib turgan bo'ladi ko'pincha holatlarda. O'sha holatlarda, demak, bursa omentalisda ahamiyatli ekan, ya'ni o'shanday bo'lishiga bursa omentalis sababchi. Bu hech qanaqa patologiya emas, bu normal fiziologik holat hisoblanadi. Demak, bu omentum peritoniy haqida edi. Plesa peritoniy, qorin parda burmalari. Buni to'liq rasm sifatida ko'rsatib beraman. Xo'p, rasmda ham bemalol ko'ra olishingiz mumkin. Bu qorin devorining old tomoni, demak, qorinning old devori. Old devorini mana shunaqa shaklda ko'rsatilgan. Bu yerda, demak, vizga urinariya bor, ya'ni demak, siydik qopi, vizga urinariya. Siydik qopidan yuqoriga qarab tortilgan, demak, burmalarga ko'zimiz tushadi. Yuqorida kindik bor deb tasavvur qilsak, yuqorida kindik bor, kindikdan to'g'ri, demak, o'sha vizga urinarigacha tortilgan burmani biz aytamiz, demak, plete umbilicalis mediana deb ataymiz. Pleka umbilicalis mediana. Bu yerda, demak, urachus, ya'ni siydik qoldig'i yotadi. O'sha embrion vaqtida kindik orqali o'sha embrion qoldiq siydik yo'li joylashgan bo'ladi bu yerda. Pleka umbilicalis mediana. Demak, bundan tashqari kindikdan lateral tomonlarga yo'nalgan boylamlar ham bor. Bular pleka umbilicalis medialis deb ataladi. Pleka umbilicalis medialis. Demak, kindik deb qaradik. Kindikdan lateral tomonga, biroz lateral yo'nalgan boylamlar ko'rishimiz mumkin, burmalarni ko'rishimiz mumkin. Buning nomi pleka umbilicalis medialis. Buning vazifasi ham, demak, bu yerda embrion vaqtida arteriya umbilicalislar joylashgan bo'ladi. O'sha kindik arteriyalari joylashgan bo'ladi. Keyin u, demak, yo'qolib ketgan yoki qoldiq sifatida burmaga aylangan bo'lib qoladi. Burmaga. Xo'p, keyingisini ko'radigan bo'lsak, hozircha nechta bo'ldi? Bitta, ikkita, uchta. Jami 3 ta. Yana 5 ta vertikal, ya'ni 2 ta vertikal boylamimiz bor. Demak, keyingi boylamimizni ko'radigan bo'lsak, bular, demak, 4-chi hamda 5-chi vertikal boylamlar. Bular ligamentum inguinalisning o'rtarog'idan yuqori medial tomon yo'naladi. Bular, demak, pleka umbilicalis lateralis deb nomlaymiz. Demak, ligamentum inguinalis yerda tasavvur qiladigan bo'lsak, ligamentum inguinalis mana shu yerdan, demak, yuqori lateral tomon, yuqori medial tomon yo'nalgan bo'ladi. Buning nomi arteria epigastrika inferiorlar hisoblanadi. O'sha pars abdominalis aortadan ajraladigan arteria iliacuslardan ajraladi va ular eksternal, internal. Bu internal sohasidan chiqadigan qon tomir sifatida qaraladi. Arteria epigastrika inferior. Bular haqida ham xudo xolasa angiologiya bo'limida to'liq gaplashamiz. Mana shunaqa, demak,
boylam burmalar bor ekan, vertikal. Endi gorizontal boylamlar qanaqa? Gorizontal boylamlar bular ikkita: ligamentum inguinale. Ligamentum inguinalini bilamiz. Bu demak chanoqning o'sha crista iliaca anterior superior qismidan, rasmda ham bemalol ko'rib olishingiz mumkin. Crista iliaca anterior superior qismidan demak pubikus qismiga borib, yo qo'l simfiziga borib birikadigan ligamenta hisoblanar ekan. Ligamentum inguinale. Mana shunaqa shaklda. Xo'p, bu plitsi-peritoneya haqida edi. Endi qorin parda tutqichlari haqida gaplashsak. Bundan tashqari plitsi-peritoneda yana bir narsa aytib o'taylik, chuqurchalar bor. O'sha ligamentum inguinalning ustidagi chuqurchalar bor. Bular fossalar sifatida fossa supravezicalis, rasmda ham ko'rib olishingiz mumkin. Mana shu demak vizga urinariyaning lateral tomonlarida joylashgan chuqurchani fossa supravezicalis deb ataymiz. Ya'ni vezicalis demak qovuq usti chuqurchasi sifatida qaralar ekan. Fossa supravezicalis bu demak joylashgan bo'ladi urachus, o'sha siydik qoldig'i yoki plica umbilicalis mediananing lateral tomonida joylashgan bo'ladi. Mana shu demak plica umbilicalis mediana bo'lsa, shuning lateral tomonida o'sha qovuqning ikki lateral tomonida joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari fossa inguinalis, medialis hamda lateralislar tafovut qilinadi. Medialislar joylashgan asosan o'sha plica umbilicalis medialis bordi, o'shaning lateral yonida joylashgan bo'ladi. Rasmda ham ko'rib olishingiz mumkin, mana lateral yonida joylashgan bo'ladi. Plica umbilicalis medialisning yonida, o'sha arteria umbilicalis qoldig'i. Va bundan tashqari fossa inguinalis lateralislar bor. Bular arteria umbilicalislarning ikkita lateral tomonida joylashgan bo'ladi. Arteria epigastrika inferiorlarning o'sha qoldig'i plica umbilicalis lateralislarning ikki yonboshida joylashgan bo'ladi, o'sha fossa inguinalis lateralis. Demak, bundan tashqari ligament inguinalning ustidagi chuqurcha hamda ostidagi chuqurchalar farqlanar ekan. Ustidagi chuqurchalarni aytdim. Ostidagi fossa bu fossa femoralis hisoblanadi. Demak, bu yerdan bu chuqurchadan chiqadi o'sha venalar, arteriyalar, demak muskullarni qon bilan ta'minlash uchun yuzaga chiqar ekan. Buning vazifasi shundan iborat ekan. Bu demak plitsi-peritoneya. Endi qorin parda tutqichlari haqida gapiradigan bo'lsak, tutqichlarda demak qaysi tutqichlarligini aytib o'taman. Bu demak konspektimizda batafsil keltiriladi. Demak, bular uncha qiyin emas, nomlarini aytib o'taman. Bularning nomlari quyidagilar hisoblanadi: radix, mesocolon transversum, ya'ni o'sha colon transversumning tutqichi. O'tgan darsda aytib o'tgandim. Demak, tutqich keladi, ikkita pardasi qo'shilgan holda keladi, organga yaqinlashadi, organni to'liq o'raydi, intraperitoneal o'raydi hamda mana shunaqa shaklda bo'ladi. Bu tutqichlar demak qorin pardaning orqa tomoniga o'ralgan bo'ladi. Ikkalasi kelib, demak o'ralib, orqaga qaytib, qorin parda orqa tomoniga fiksatsiya qilinadi. Shunga ko'ra demak radix mesocolon transversum, radix mesenteric, ya'ni ingichka ichakning ildizlari, o'sha tutqichlarning joylashgan ildizlari. Bundan tashqari radix sigmoideo, radix tashqari o'sha chuvalchangsimon o'simtaning radiksi, radix mesoappendix hamda radix mesorectalar, o'sha rektumning yuqori 3/1 qismi intraperitoneal o'ralgandi va uning ham tutqichining ildizi bor. Demak, har bir intraperitoneal o'ralgan organ qorin pardaning orqa tomoniga fiksatsiya qilinadi va buning nomi radix sifatida aytib o'tamiz. Mana shular demak qorin parda tutqichi ekan. Rasmda ham bemalol har bir organga xos bo'lgan tutqichlarni ko'ra olishingiz mumkin. Ligamentum, qorin parda boylamlari. Bu eng muhim qismi hisoblanadi. Ligamentumlar parietal varoqdan visceral varoqqa o'tishda yoki visceral varoqlarning o'zida bo'lishi mumkin. Bularni demak quyidagicha izohlaymiz. Ligamentalar ikki qavat yoki bir qavatli, bitta varoq yoki ikki varoqli bo'lishi mumkin ekan. Ikki varoqli degani o'sha qorin bo'shlig'ini ochib qaralganda ikki varoqli boylamlar qo'lga ilinadi, ya'ni ularni bemalol ushlash mumkin. Bir varoqli boylamlarni esa demak, ikki varoqli boylamlar qorin bo'shlig'ini ochib ko'rgan vaqtimizda demak qo'lga ilinadi, ya'ni bemalol ushlab ko'ra olishimiz mumkin. Bir varoqli boylamlar esa ular qo'lga ilinmaydi, ya'ni ular fiksatsiya qilingan o'sha deylik parietal varoqdan visceral varoqqa tortilgan bo'lsa, o'sha to'liq birikkan bo'ladi. Qanday tushuntirish mumkin? Ya'ni o'sha mana rasmda qaraylik, mana bitta boylamni misol keltiraman. Ligamentum hepatorenale bu
o'sha bir varaqli bo'ylam sifatida qaraladi. Ya'ni gepat jigardan buyrakka qarab yopishib tortilgan. Ya'ni buni ishlab buni demak qo'l bilan ishlab bo'lmaydi. Ya'ni bemalol o'sha ikki varaqli bo'ylamlarga o'xshab qo'l bilan ushlab bo'lmaydi. Bu fiksatsiya qilingan yoki yopishgan holatda bo'ladi. Mana shundan uzoqlashishimiz mumkin. Xo'p, endi bir varaqli bo'ylamlarga qaysilar kiradi? Hozir aytib o'tgan ligamentum gepatorenale. Mana shu. Xo'p, bundan tashqari gepatorenaledan tashqari ligamentum duodenal-renale, ya'ni duodenumdan buyrakka qarab tortilgan bo'ylam va bu yana ligamentum coronarium hepatis. Ligamentum coronarium hepatis, mana bu rasmni ham yaqqol ko'rsatib chizib qo'yilgan. Ligamentum coronarium hepatis. Bular bir qavatli bo'ylamlar sifatida qaraladi. Endi ikki qavatli bo'ylamlar haqida gapiradigan bo'lsak, ikki qavatli bo'ylamlar bular aytganimizdek o'sha qo'lga ilinadigan bo'ylamlar hisoblanadi. Ya'ni ikkita varoqdan tashkil topgan bo'ylamlar. Bularga quyidagi bo'ylamlar kiradi. Ligamentum hepatogastricum hamda hepatoduodenalis. Hepatogastricum, duodenalis ham ikkalasi ham ikki varoqli. Shuning uchun ham ularning orasida qon tomir hamda nerv chiganlari bemalol harakatlana oladi yoki o't yo'llari. Shuning uchun ham ikki varoq mana shunaqa shaklda joylashgan bo'ladi. Bundan tashqari ligamentum falciforme, ligamentum triangulare dexter sinister. Ligamentum triangulare dexter sinister o'sha jigarning o'ng va chap bo'lagining lateral chekka tomonlarida joylashgan ligamentlar hisoblanadi. Va yana ligamentum o'sha ligamentum gastrocolicum, ligamentum gastrolinalis, ligamentum gastrofrenicum, ya'ni o'sha diafragmaga tortilgan bo'ylamlar va shular ikki varoqli, ikki qavatli bo'ylamlar sifatida qaralar ekan. Demak, tutqichlar ligamentlar shu asosiy vazifalari bu mana shu deyarli barcha hosillarning asosiy vazifasi asosan mexanik ta'sirlashdan himoya qilish va organni fiksatsiyani ushlab turish vazifasini o'tar ekan. Demak, bugungi mavzumiz mana shundan iboratdi. Keyingi mavzu demak qorin parti topografiyasi haqida gaplashamiz.